Qog'onoq pardasini tug'ruqdan oldin yorilishi bu qanchalik xavfli hisoblanadi? Qog'onoq pardasi tug'ruqgacha, ya'ni muddatiga yetgan homiladorlikda ayolda og'riq, ya'ni dard faoliyati boshlanmay turib, ayolda suv ketishi mumkin. Yoki bo'lmasa muddatiga yetmagan homiladorlikda qog'onoq pardasi muddatidan oldin yorilishi mumkin. Bu bizlar uchun akusherlik ginekologiyada eng dolzarb hisoblanadi. Ayolda qog'onoq suv muddatidan oldin yoriladigan bo'lsa, ayol albatta statsionarga yotqizilishi kerak. Uy sharoitida, ambulator sharoitida davolanish mumkin emas. Chunki ayolda suv ketgandan keyin ayolda tana harorati ko'tarilishi nazorat qilinishi kerak. Ayolning pulsi, ya'ni gemodinamik ko'rsatkichlari, nafas soni, qon bosimi, temperaturasi, ajralmalarni xarakteri, undan tashqari bachadonda bo'ladigan ba'zi og'riqlarni, ultratovush tekshiruvida ayoldagi suvni kamayib ketayotganligini, gemodinamik ko'rsatkichlar, ajralmalarni xarakterlarini o'ta katta e'tibor berishimiz kerak. Chunki muddatdan oldin qog'onoq pardasining yorilishi bu ayollarda septik asoratlarga, ya'ni xoryan amniyonita, ya'ni endometriy qavatini yallig'lanishiga olib keladi. Bu septik asorati hisoblanib, bu onalar o'limigacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun suv ketgan ayollar gospitalizatsiya qilinganda albatta ko'zgularda ko'riladi. Ko'zgularda ko'rilganda bizlar ayollar ba'zida suv ketmay turib, suvim ketdi deb kelishadi. Ko'zgularda ko'rsak, bunga aniq tashxis qo'yib bilinadi. Ayolga yo'talish tavsiya qilinadi. Yo'talganda qog'onoq suv keladigan bo'lsa, bizni tashxisimiz to'g'ri hisoblanadi va ayol homilador patologiya bo'limiga yotqizilinadi. Bunaqa ayollarda antibakterial profilaktika o'tkazilinadi. 7-14 kungacha antibiotik berib qo'yiladi va ayolning gemodinamik ko'rsatkichlari nazorat qilinadi. Ya'ni tana harorati oshmasligi kerak, ayolning pulsi ko'tarilmasligi kerak, nafas soni oshmasligi kerak, qon bosimi gipotoniya, ya'ni pastga tushishi mumkin emas. Shular nazoratga olingan holda homiladorlik davom qildiriladi. Agar ayolda muddatiga yetgan homiladorlikda tug'ruq faoliyati boshlanmasdan turib, ayolda qog'onoq pardasi yorilib, ayoldan suv ketadigan bo'lsa, bunaqa ayollar ham albatta muddatiga yetgan bo'lsa ham statsionarda yotqizilishi shart. Bunaqa ayollarda ham gemodinamik ko'rsatkichlar, ya'ni qon bosimi, tana harorati, puls, temperatura nazorat qilinadi, ajralmalar nazorat qilinadi. Bu ayollarimizda 18 soatdan keyin antibiotika profilaktika o'tkazilinadi inyektsion formada va ayolga suv ketgandan 24 soat bo'lgandan keyin tug'ruq induksiya qilinadi. Ya'ni ayolda ko'rsatmaga binoan tug'ruqni chaqirishimizga to'g'ri keladi. Chunki ayolda suvsizlik davri oshib boradigan bo'lsa, bachadonning endometrik qavati yallig'lanishi, ya'ni xoryan amniyonita olib keladi va bu o'z navbatida kuchli asoratlarga, sepsisga olib kelib, vaqtida muolaja qilmasa, og'ir asoratlarga olib kelinadi. Shuning uchun suv ketgan ayollar albatta statsionarda yotqizilishi kerak va gemodinamik ko'rsatkichlari qat'iy nazorat qilinishi kerak. Ayollar suv ketdi deb mana ko'zgularda ko'rganimizda ba'zida ayollarda ajralmalar keladi. Bu yallig'lanish belgilari hisoblanadi. Suv bo'lmaydi. Unaqa paytda yallig'lanishga qarshi mahalliy davolar tavsiya qilinadi. Qindan surtmalar olinadi. Infeksiya belgilari bo'lsa, unga qarshi davo muolajalar qilinadi.